Aka giloslarni chaman bo'lib gullaydi, lekin shunaqa hosil olmayapti degan odamlarga nima maslahat berasiz? Skina gilosi ekishlarni maslahat beramiz. 2025-28-may skina giloslarni ko'rib bir baho beringlar. Bunga mevani qarang. Mashalloh, mashalloh. Mevaga qarang, tana bo'ylab meva olgan. Aka bu bitta daraxtdan necha kilo tushyapti? 19 paqir uzishda rekordda bu 200 kiloga yaqin degani, xudo xolasa. Bu 5 litrli paqirda basmi? Yo'q, 10 litrli paqirda. Katta paqirda. Katta paqirda 150 kilo qilyapti o'rtacha skina gilos. 8 yosh skina gilos. Bu 1-2 yosh emas, lekin 8 yosh bu. Ekishlarni tavsiya qilamiz. O'zini o'zi 100% changlaydi, hosildorligi zo'r. Kalibrda ham yetkazyapti, xudo xolasa. Uzgan sari kattalashaveradi. Ko'ringlar. Shirin gilosmi, hali nordon deyishyapti, achchiq deyishyapti. O'ta zo'r ta'mi. Kelib yeb ko'rishlaring ham mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ayrabog' vodiyni kuzatishda davom etinglar. Buni agrinetga qo'yaman lekin.